bir odam umra qilsa, savobini otamga bag'ishladim desa, o'ziga ham umra qoladimi yo'qmi desangiz, shu umra to'liq otasiga bo'ladi. Otasiga bergani uchun Alloh taolo 10 barobar qaytarib beradi. 10 ta umra qilgan bo'ladi. Agar otamga ham, onamga ham bag'ishladim desa, Xudoy taolo evaziga 20 ta umra qaytarib beradi. Kim umrani ehrom bo'ylab turib, niyat qilyap turib, otamning nomidan umra qilishni niyat qildim desa, yoki otamning nomidan haj qilishni niyat qildim desa, haj qilsa, Alloh taolo shu odamni do'zaxdan ozod qiladi. Otasiga to'liq mukammal hajni savobini berar ekan. Otasiga shunaqa yaxshi ish qilgani uchun bolasini do'zaxdan ozod qilar ekan, shuni Rasululloh aytganlar. Xo'pmi? Birodarlar, bu joyda har bir qilgan yaxshilikka qo'ygan qadamingiz 100 ming barobar savob oladi.